Hammaning uyida tong deyarli bir xil boshlanadi. Ertalab tur, choylarni tayyorla, oila a'zolarini kattalarini ishga, bolalarni bog'cha, maktabga kuzat. Yana har kuni qilinadigan uy yumushlarini bugun ham takrorla. Choyimizni ichib bo'lib, xo'jayinim ishga kuzatganimdan keyin Dodajon огородimizda ish boshladilar. Qizlar Dodajon oldilarida o'ynayotganligidan foydalanib, qizlarimni o'yin xonasini porядка qilib, changlarni artib, pilisos qilishga kirishdim. Sizlar ko'rib turgan bir uyum musor shu o'yin xonadan chiqdi. Eskirib ketgan, ishlamaydigan o'yinchoqlar. Meni qizlarim rassom va o'zim ijodkor ona bo'lganim uchun turli xildagi qog'oz va kartonlar, qo'lda yasalgan rivojlantiruvchi kerak emas o'yinchoqlar. Meni diqqat bilan kuzatadigan obunachilarim ko'pincha bir xil savolni berishadi. Qanaqa qilib bir o'zingiz shuncha ishga ulgurasiz? Qilayotgan ishlarimni asosan uyimizda barakasi yana ham to'la to'kis bo'lishi uchun og'rinmasdan qilaman. Farzandlarim kelajakda ilmli, ota-onasiga rahmat olib keladigan insonlar bo'lishi uchun erinmasdan tarbiyasiga alohida vaqt ajrataman. Charchoqni his qilgunim qadar shu ishlarni qilib ulgurganim uchun Allohimga shu ishlarni qila olganim uchun kuch berganingga shukr deb ko'proq shukronalik aytaman. Ekologiyamiz juda ham ifloslangan zamonda qo'limdan kelgancha farzandlarimga tabiiy mahsulotlar berib, sog'lig'iga e'tiborli bo'lishga harakat qilaman. Xolodilnigimizda bor mevalardan qizlarim uchun sok tayyorlab, sokimizni ichib olganimizdan keyin qizlarimni toza havoda rivojlantirish uchun olib chiqdim. Bundan oldingi Reelsda shu rivojlantiruvchi o'yinimiz videosini ko'rishingiz mumkin. Bu Reels sizga yana ham manfaatli bo'lishi uchun kommentariyasidagi izoh o'qishni esingizdan chiqazmang.